o'qisang nimalar bo'ladi? Boshqa darslardan bemalol qochishing mumkin, lekin bularning ketdik kontrga. Hozir tarix-ku. Ha, nima qilibdi? Dadang darsi-ku, tarix. Pishasan. Ya ketaverardi, prosta kerakli fanda bu, o'qish kerak. Va alaykum assalom. O'tirlaring. Eng bilimsiz ahmoq sinfsizlar. Aslida o'rgansang bo'lmaydimi? Qolgan darslarda xohlaganingcha to'polon qilishing mumkin, lekin dadang darsida ignani ustida o'tirgandek o'tirasan. Jim o'tiringlar. Ergashev. Ustoz. Xo'sh, darsga tayyormisiz? Ha, tayyorman. Daftaringiz bormi? Daftarim uyda qolib ketibdi-da. Ey, meni uyda atlashtonim bor. Sardor, shu gap rostmi? Nihoyat jurnalda senga navbat keladi. Bu sen uchun eng qiyin va sinfdoshlaringga eng qiziq joyi. Abdumannonov. Men dada, ustoz. Dadangning kayfiyati yaxshi bo'lsa-ki, xo'p, lekin agar uyda bilmasdan asabiga tegib qo'ygan bo'lsang, Mavzuchalar-ku. Demak, bu yigit kechasi oyisini aytganini qilmasdan futbol o'ynagan, dadasini aytganini qilmasdan PUBG o'ynagan. o'qituvchini o'g'li bo'lganingdan keyin hammaga o'rnak bo'lishga majbursan. Har bir qadaming kuzatuvda. O'qituvchini o'g'li qara qiz bilan yuribdi. O'z kuching bilan nimagadir erishsang ham baribir foydasi yo'q. Anasi o'qituvchi-da buni. Aniq tanish bilishchilik qilib bergan. Dada ketyapsizmi? Ha, ketyapman. Obedga pul berib keting. Ertalab berdimi bolam? Ha, aytgancha. Endi men sizlarga darsga kirmayman. Darsim tugadi bolam. Yaxshi o'qigan, xo'pmi? Voy rostdan. Yes! Va alaykum assalom. O'tiringlar. Oyi? Kimga aytyapsan? Tarix ustozchi. Dadasi-ku jinni. Taka soqol. Oyini darsida esa bu ahvol. Abdumannonov. Changash qalanmasdan to'g'ri o'tiring, ko'ylagingizni qirq qilyapsiz. Oyiz bechara bu ko'ylakni qiynalib, o'lib yuvib dazmol qilsa kerak-a? Xo'p. Darsni boshlashdan avval hamma telefonlarni olib kelsa, mana men o'zimdan boshlayman. Dadangning darsida ba'zan ichingdagini aytib olishga imkoniyat tug'ilib qoladi. Ustoz, men telefonimni qo'ymasam maylimi? Nega? Meni telefonim yo'qda, uydagilar olib berishmagan. Ha, uyda ishdan qocha olmaysan, maktabda esa darsdan. Abdumannonov. Qayerga? Hozir. Dada eshitdingizmi, Rustul ustoz kelmabdilar o'shanga biz sekin, ha? Yo'q, kelmabdimi? Unda tez xonaga kiringlar, men dars o'tib olaman. Menimcha hamma o'quvchilar eng yomon ko'rgan narsa bu. Bolalar sinf fondiga hamma pul olib keldimi? Namuncha pul yig'urasizlar, yaqinda ham nimadirga yig'dik-ku. Bo'pti, qancha? 10 mingdan. 10 ming? Namuncha ko'p. 1-oktyabr yaqinlashganda esa Sardor, bitta sen qolding. Berasanmi? Voy, insof bilan-da, yana nimaga? Ustozlik kuniga Nega shuni voqiliroq aytmaysan? Tak, nech puldan yig'yapmiz bolalar? 50 mingdan. 50 ming hech narsa bo'lmaydi, kamida 100 mingdan yig'ishimiz kerak. boshqa paytlari ota-ona seni sinfingga darsga kirgani uchun qanchalik xijolat bo'lsang, 1-oktyabrda bundan shunchalik xursand bo'lasan. Sovg'alarni o'zing olayotgandek ko'zing quvnaydi. Chunki bu sovg'alar qayerga borishini sen yaxshi bilasan va ularning ichidan albatta senga mos biror narsa chiqib qoladi. Aytgancha ustozlar, bayraminglar bilan. Maktabim